Nем болдыңла? Әмміңла түшкінішіп кетсілер ғой. Ямғыр яғы дейдіп ма? Далдар кіріп олыңла, чаққан болыңла. Ulanı çokum tuttu men. Çok tuttu men. Çok tuttu Ulanın gül qayqalları içilip ketkeni qarğanda çokum yeli neydi buzluptu. Fakat gözüm qiymayvatıdı. Hemmisi çoğun boldu. Müstakil boldu. Menden bir-birlep ayrılırdı. Bununla könüşüm gerek. Bununla hoşal olsunuz buludu. Ulan sizin terbiyenizle müstakil yaşayalaydıgan boldu. Endi özüm tenha üçük adetlenişim gerek. Unda olmaydı. Ulanı müstakil boldu degende mi? Sizni taşlıyor etmeydi. Şundak mı? Siz yana kelişken joğardan birini tepip yeni aile kurusuz. Acayip gensiz. Bu degan tabiiy qonun. Siz menga oqil opa bo'lasiz. Kelgusida yana baxtga erishsiz, nurg'un balliq bo'lasiz. Siz mushularni o'ylasangiz bo'ladi. To'la chaqchaq qilma. Doim shunday gaplarni qiladi ekansiz. Rost aytma. Men asl arsini topay. Ular bak ilgari meni chiqib o'ltirmoqchi bo'lishdi. Ammo men bu hargiz bosh kelmayman. Qanday amalingiz bor, ha? Bu amalni iloj bo'lmaganda ish qiladigan gap. Qanday amalingizning borlig'ini bak bilgim kelyapti. Yuzingizni chiqamisa yana. Hay, ularning haddimi? Amalni o'zim qilaman. Shundaqmi? Har holda pahas bo'ling. Rabidan masalalardagi iyik taksatishib turmang. Men to'la zalog qilmang, ha. Men har kuniga bu daraxtga to'dirmay chiqib asal yeyman. Albatta bu ishni oqshimi qilaman. Amisa men ketdim. Xo'sh. Avaylab men, ha? Ha, yana havo tutilib ketdi, yomg'ir yoqqidek.
shundoq ruhlanib ketyaptimi? Bir narsa o'ylayotgandek qilasan-a? Shundoq. To'g'ri dedim, bir ishni o'ylayotdim. Biz bilan o'ynag'ina Simba. Rahmat sana, hozir o'yinig'im yo'q. O'ynamamsan, hajatgansan, nimishqa bu yerda tursan? Qaranglar. Bu yer nima degan tesh? Atrofimizda hech kim yo'q. Bu yerda go'zal tabiat manzarasidan huzurni olayman. Har holda do'stingni tashlab qo'ysang bo'lmaydi. Bari yordamingga muhtoj chaqsanba. Men Baro'ga qanday yordam qilishini uqmayman. U o'z amal qila oladi. Men jazm qila olaman. U hozirla senga muhtoj bo'ladi. Buni senga tushuntirishga cho'lam tegmaydi. Uni nerdan topaman? Biz yo'l boshlaymiz, chaqsanma. Ma'qul. Amsa baray. Bundaq azmaqni iziyverma. Ulgurmaysan, amalni qilolmaysan. Chaqsan bo'l Simba. Chaqsan bo'l. Bo'ladi. Amsa mangayli. Tezroq yugursang-chu, tez yugur. Tez bo'l. Ulgurmaydim. Ay, tez bo'lmasang ulgurmaysan degan-ku. Asal herlari Baro'ni chaqil turibdi. Ular saran oldimi nima? Hey, bunda qilmanglar. Uni qo'yib yetanglar. Sen asalga bakamroq yemisang turolmaysan. Kechir ola, men az kishi qilmagandim. Asal herlari. Uni kechiringlar. Meningcha u o'tgan kisavallikdan savoq oladi. To'g'ri, qacha Baro, chapsaq qash. To'la oqsoqollik qilma. Baro, sen o'ylagandek yaxshi emas. Hey, darholda uning orom beringlar. Bo'ldi. Avval u bizga chiqildi. U sizlarga chiqilmadi. Aslinglarni o'g'irlikchi yemakchi bo'ldi. U oshko'z, ammo askidigili bo'lmaydi. Uning ishininglar, Simba ormandagi hamma hayvonni tushunadi. Ishoninglar. Ma'qul, uni yana bir qatam kechiraylik. Hammanglar yig'ilinglar. Yana qatar bamo chiqsam bo'lamdi. Chiqsang bo'ladi. Ular endi seni chaqmaydi. Voy, ajab og'irdi. Baro, biz so'zlashaylik, ha? Bu ishni so'zlashkilik nimasi bor? Uni bir aylanib qo'yaylik. Yo'q. Tenishinglar. Qani amsa, biz maslahatlashib baqaylik. Bu oson. U hasilimizni o'g'irlamaslik bo'ladi. Aldirab yakun chiqarib etma. Avval maslahatlashaylik. To'g'ri dedim, sen bor maslahatlashsak maslahatlashaylik. Maslahatlash kerak nemisi bor? Baro hasilimizni yana o'g'irlasa bo'lmaydi. Sizlardan bir savol so'ray. Sizlar asalni nerdan olsizlar, ha? Buni bo'ri apansang demaganmi, Simba? Buni kim bilmaydi? Biz gulchini yig'ib, uningdan asal chiqaramiz. Mening demoqchi bo'lganim dal mushu. Shunga sizlar gulchini o'g'irlaysizlar. To'g'ri, rost. Ular to'xtamay gulchang yig'idi tiqa. To'g'ri, ular nayt ko'p gulchini yig'idi. Bu gapcha asal arismi o'g'irkanda? U nima deydi? Gulchini biz o'g'irlaymiz. Maqaranglar. Maqaranglar, bilamsizlar. Asalmi o'xshashla Baroning o'ziqi. Simba, gullarga ziyon yetkazmaymiz. Bak oshirvatdim. Gulchangdan azroq olamiz. Baro bo'lsa hiligar. Baro sizlarga o'xshash. U azroqlar aslinglarni elib jinini beqishni o'ylaydi. Sizlar izoda sala bo'ldi. Sizlar o'g'irkansizlar. Nima? Buning farqi bor. Biz degan emgakchi hasad chiqaramiz. Baro bo'lsa tayyor bo'ladi. To'g'ri. Bunda qisaq masala hal bo'lmaydi. Sizlar yashash uchun gulchini o'g'irlaysizlar. Baromo jinini saqlash uchun aslinglarni yemis bo'lmaydi. Shunga sizlar o'xshash. Qaranglar, hammamiz o'xshashkanmiz do'stlar. Yo'q, o'g'ri.
Tutup qala, meni kechiringlar. Tutup qala. Voy. Sizlarning jazolash usulinglar baxali ekan. Yaxshi, so'zlashaylik. Simbaning so'zlashini aytib ekan. Bo'pti, sening diningdek bo'lsin. Nima ish to'g'ri bo'ldi ekan? Nega o'shiryapti? Ketmagan kishilar to'yga keltirib, qamashmagan gaplarni qildi. Ishqa yo'liqqanda o'zimizni tutib olaylik. Shundoq. Biroq sen tanilishing kerak. Iyiq yesi bo'ladigan narsa bekchiq. Hasanla emas. Biroq biz uchun Gulchingni kam bosib bo'lmaydi. Shunga baroni bek ashko'z desak bo'ladi. To'g'ri, yerda. Biroq sizlarni tanilishinglar kerak. Uni bundaq jazolashning o'zi shaxsiyatchilik qo'daymi? Nemishqa bundoq deysan? Sizlar shaxsiyatchi bo'lg'ashqila Gulchingni elishga haqqimiz bor deysizlar. Gullarga ziyon yetkazmaymiz deganinglar bilan Gulchingni elib bo'lgandan keyin gullar qanday o'zgarib ketadi? Sizlardan so'ray, sizlar buningga ko'ngil bilib baqqanmi? Qaringlar bo'lmay, to'xtamasdan boshqa gullarga ziyon yetkazsizlar. Bu gapga Bu oson. Baro azroq hisi bo'ladi. nima deding? Baroga doim azroq asal bo'lsalar, u rozi bo'ladi. To'g'ri. Yaxshi bo'ldi. Qo'shilamiz. Men qo'shilaman. Biroq Baro Hasanning hammasini yevatmaslikka ma'qul bo'lsin. Ma'qul dedim-ku mana. Masala hal bo'ldi. Men Baroga va'dasida turishni eskartib turaman. U azroq asal yeb tursalar, rozi bo'ladi. Xo'sh. Hasanliging bo'lsa, chapsanmi? Rasma, meni chaqmamsizlar? Biz bigirimizga amal qilamiz. Mana sen kunligimizni berasan. Bundan keyin meva yuzib ye. Baro, kelib Hasanliya. Rasta inson bo'lamda. Ras, biz hamma gapimizda turmiz. To'g'ri. Chapsan bu. Ma'qul. Tirnog'imga ozroq chaplashtirib olsam, chiqib ketmas, ha? Ya, kelar. Agar xohlasang, biz usib beraylik. Undaqda texim yaxshi bo'ladi. Shundaqmi? Tushimdagidek ish bo'lyapti ya. Endi xotirjam asal yelaydigan bo'ldim. Ko'proq ye. To'yg'ichi. Bundan yaxshi ish bo'lamdi. Sen bog'a rahmat desam bo'ladi. Hey, kelinglar, Baroga asal chiqarib beraylik. Ma'qul. Bo'laylik. Endi berib ishimizni qilaylik. Sinba! Mon qara Sinba! Ha? Seni kang yayloqqa ketirgan degan tug'u. Shunda o'yin batdi, ammo texi eng oxirgi qarorga kelmadim. Yaxshi bo'pti. La li. Sinba, sen kelgandan keyin men sana bir narsa ko'rsatay. Men bilaman. Chaqqan bo'l. Qandaq narsa u? Men sana balalarımni ko'rsatay. Ular texi güdək, nadan, hech nimani bilmaydi. Ha? Ballering nima? Men ko'mabdi ekanman. Endi ko'zingni yum. Ha? Ajab tezg'u. Bu bo'jalar nerdan paydo bo'ldi? Yaxshimisiz Simba? Dadimiz bizga doim gapini qilib beradi. Sizlar bilan tanishganimdan xursandman. Sinba, sen o'rmonning yaxshi ekanligini his qildingmi? Qara, bu chiroyli qushlarga sana gul akapti.
Simba, endi xo'shal xo'rab o'ynaylik. Simba, işimiz oynaylı. Nemishki bundaq ishini shiqshiqlaysizlar? Sening kang yayloqqa ketadiganini o'ylasam ham ko'nglimiz buziladi ekan. Men dedim-ku, texi bir qaror ekanmidim. O'ylanyapman. Qaraganda ketmasam bo'ladigan o'xshaydi. Shunda qizlarga qo'shilib Do'stlar, baya Simba Baru bilan Asal arisining munosabatini xuddi podsholardek bartaraf qildi. Buni men burunli paras qo'g'on. U chuqur podshoh bo'ladi. O'rmondagi cho'ng oqsoqolning mushundaq deganligi Simbaning cho'qim podshoh bo'lganligini tushuntirdi. Bu sizning bizni tarbiyalaganligingizning natijasi. Siz bizga suvda qanday qo'zishni o'rgatgan? Rasulda qiliq kunlik ishni unutib qolmadim. To'g'ri, biz tasqaga suvda tunjiqib belgili. To'g'ri, men sizlarga ko'rik o'pmagan, ha? Aman bir kuni men hal qilib bo'lmaydigan masalalarni hal qilib buyuk olim bo'laman. O nim qilyotdi? Qarg'u chashqarni saqlayotdi. Qarg'anda ularga ko'proq vaqt ketgidek. Sizlarni saqlayotgan ne vaqt? Ahvolinglar qanday qara? Ularning diqqatini qo'zg'ab qo'ymaylik dedik. Buni tushunaman. Maymunlar maqsadimizni uqib qolsa bo'lmaydi. Aslida bu ishda sir saqlamoqchi ekansizlar-da. Jiringlar qarab boqaylik. Nim bo'ldi? Nemishki bilan cho'kilib ketamaysizlar? Qarg'u chashqonlar yo'lvosning o'nkiriga tutishadigan maxfiy yo'l qo'labdi. Bu gapcha yo'lvosning gapini anglay olmayotganmizda, ha? Bak aqlliqkansan. Endi maymun bilan yo'lvosning yili mikrlaridan xabar topa olamiz. Mana qarab boqaylik. Qarg'u chashqonlarning yordami bilan uchur egilaydigan maxsus liniyaga ega bo'ldik. Shundaqmi? Hey, gap qilmanglar. Ular bizning gapimizni anglay oladi. Sizlarni chaqirishimdagi maqsad Simbani joylab o'tish. Hozir fursat keldi. Men amal qilib podshohlikni tortib o'z o'rnimni asliga keltiraman. Unim deb jelavatdi razil bir nima. Hozir fursat keldi. Men egilagan ahvoldan qaraganda Simba kang yayliq ekan. Yaxshi o'g'idek, o'kasi bizga seni podshoh bo'ldilar, aliylar yassin. Men
Uni ketkizmayman. Uni ham do'stlarini yo'qdiman. Bilishinglar kerakki, men bu yerning birdan-bir xo'jayini. Mening ruxsatimsiz hech kimning kirib chiqishiga ruxsat yo'q. Biz jazman maqsadimizga yetishimiz kerak. Namussuz. Yo'lbasning quyrug'ini bir tishlab uzib olg'im kelib ketdi. Ey yo'lbas ili ishlatmoqchi. Biz uningga o'zimizni bir tutib qo'yaylik. Simiz, sen hayajonini basamaytding, yo'qolgan chaqchaqlarni qilatding, ammo bu qitim to'g'ri gap qilding, ha? Simba Bayasun. Hammamiz Simbani ketmisken deymiz. Fakat Simba'lı orman padişahı buluşku münasip. Bu baland gap bo'ldi. Simbaning do'stlari cho'qim xush bo'ladi. Shundaqmi do'stlar, ha? Men qo'llayman. Simba cho'qim yaxshi podshoh bo'ladi. Men qo'llayman. Hammanglar qo'shilsanglar, amsi ma'qul etdik. Bunaqa hammamiz qo'shilamiz. To'g'ri. Bu gaplarni anglab, xush oldum. Hoş emsa dostlar. Do'stlar, xo'sh emsa. Apa, impotsiz. Böğürlerinin atamanını çakırvatman o tağda. O ne demiş ki çakırsız? Hem böğürler gelip bizge yardım kısın. Cengi tayarlaylı. Ormandaki böğürlerinin hemmisiga xabar qilindi. Mening hovlig'inimni anglasa, ular hammasi jig'iladi. Anladыңlarmı? Ular kelib bizga yordamlashga tayyorlanyapti. Hozirlik kelib bizni qo'g'daydi. Böğürler to'pi bir cho'ng oila. Böğürlerning hammasi Simbani yaxshi ko'rdi. Bek yaxshi bo'ldi. Bu yaxshi o'g'il ekan. Biz endi qo'rqmaymiz. Haqqoniyat cho'qim razillik ustidan g'alaba qiladi. Begasadi. Do'stlarning hammasi Simba bilan birlikda yo'lbos ham uning sheriklari bilan elishadigan bo'ldi. Simba erkin holda o'zining kelgusini tanlaydi. Agar u xohlasala keng yayloqqa ketsimi bo'ladi. Undaqda ishning oxiri zodi qandoq bo'ldiganligiga qiziqsangiz, keyingi qismni ko'ring.